uchragan jin. Bir odam qorong'uda katta yo'lda o'zi mashinada ketayotgan paytda yo'lda qora hijobda bir ayolni uchratdi. Va ayolning oldiga o'tirib, qorong'uda qayerga ketyapsiz bitta o'z desa, ayol uyimga deb javob beribdi. Bu odam esa telefonga syomka qilishni boshlagan payt edi. O'tiring, katta yo'lda qorong'uda o'zingiz ketmaydi deb mashinaga o'tkazibdi. Va akam savol berayotgan paytlari ayolga o'girilib qarab, qorong'uda qayerga ketyapsiz bitta o'zingiz desa, ayol men faqat kechasi yuraman debdi. Akam bu odam oyoqlariga e'tibor berayotgan payt odam oyog'ini o'rniga tuyoq ko'ribdilar. Shundan video lavhani bir marta bir ko'ringchi. آقا یه لحظه ببخشید میشه منو تا یه جایی برسونید؟ تو رو خدا خواهش میکنم، التماست میکنم آقا منو تا یه جایی برسون، تو رو خدا خواهش میکنم. سوار اوکی، اشکال سوار چیکار کنم؟ خانم شما واقعا نمیترسید این وقت شب تو این بیابون ساعت 2:30 شب الان؟ نه من عاشق شبم اتفاقا، شبو خیلی دوست دارم، روزا که نمیام بیرون، فقط شبا میام بیرون. خانم ببخشید من یه کاری برام پیش اومده، اگه امکان داره من شما اینجا پیاده. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu haqiqatan ham odam qiyofasidagi jinmi yoki shunchaki jinlar haqida olingan videorolikmi? Men umrimda bu videoni bir marta ko'rdim. Men juda ko'p shunaqa qo'rqinchli videolarni ko'rganman, lekin bu videoni bir marta ko'rishga jur'atim yetdi xolos. Montajda yana bir marta ko'raman menimcha. Agar siz shu odamning o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Va profilimizga obuna bo'ling. Bundan qiziq hikoyalar profilimizda.